Instagramda rekka chiqishingiz uchun ma'lum nastroykalarni to'g'irlab qo'yishingiz kerakligini bilarmidingiz? Bu nastroykani to'g'irlamaguncha topga ham chiqmaysiz, videoyingiz million ko'rilishi yo'lida tursin, 100 mingga ham bormaydi. O'zim xizmat ko'rsatayotgan insonlarda ham, o'zimda ham 500 dan ortiq dars o'tgan insonlarimning birontasiga bunaqa nastroyka borligini va bu qanaqadir nastroykani to'g'irlab rekka chiqishni o'rgatmaganman va bunaqa narsani o'zi yo'q. Odamlar prosta sizni vohmaga solib, o'sha videosini ko'p ko'rsatish uchun sizga mana shunaqa informatsiyani chiqaradi. Logichni tasavvur qiling. Instagram o'zida blogerlar ko'payishini xohlaydi. Qancha blogerlar ko'p bo'lsa, ularning orasidan yaxshilarini filtr qilib, o'zini platformasini zo'roq qilishni xohlaydi. Qiziq bo'lsa, odamlar o'tda ko'proq qoladi va Instagram ko'proq pul topadi. Endi u nimaga qanaqadir knopkalarni bosib rekka chiqishni qiyinlashtirib qo'yish kerak. Даже sizni profilingiz professional akkauntga o'tmagan bo'lsa ham videoyingiz rekka chiqib ketaveradigan, 100 minglab kerak bo'lsa millionlab ko'rishligi chiqaveradigan holat bor agar siz yaxshi, qiziq, qanaqadir kerakli kontent qo'ygan bo'lsangiz. Shuning uchun har xil safsatalarga kim nima desa ishonib, naborot nastroykangiz o'ynab, anaqangiz Instagramingizni buzib qo'yib, bir narsa qilib o'tirmang, unaqa nastroykani o'zi yo'q. Endi ozgina aylanib o'tadigan, Instagram aldaydigan bitta momentlari bor, statistik refresh berish bo'yicha. U umuman boshqa narsa. Xudo xolisa uni keyinroq tushuntirib beraman. Bu videoni o'sha nastroykasini o'ynab, har xil life hacklarga ishonib, Instagramini bir narsalar qilaveradigan o'sha yaqinlaringizga borib qo'ying. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like kesdan chiqaring.